Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda JetCafe Offiziant dasturi orqali buyurtmalar bilan ishlashni batafsil o'rganamiz. Bundan oldin dastlab roli и пользователи sozlamasi orqali ofitsiantlar uchun qaysi funksiyalarga ruxsat berilganligini ko'rib olish kerak. Bizdagi bazada esa ularga hech qanaqa ortiqcha ruxsat berilmagan. Menejer uchun esa mana bu ruxsatlar belgilangan. Endi esa JetCafe Offiziant dasturiga biror ofitsiant sifatida kirib, stolga zakaz beramiz. Shuningdek, mijoz kelib, osh va shunga o'xshash taom buyurtma berib, tabiga ko'ra qaysidir masalliq ko'proq qo'shilgan bo'lishi yoki umuman qo'shilmagan bo'lishi kerakligini aytish ham mumkin. Bunda ofitsiantlar shu kabi tovarlarni ularda mavjud modifikatorlardan keraklilarini belgilash orqali buyurtmaga qo'shishi mumkin. Bu esa quyidagicha amalga oshiriladi. Zakazni saqlanib qilishdan oldin tovarning ustiga sichqonchaning chap tugmasi 2 marta bosiladi hamda bu yerdan kerakli modifikator belgilanadi. Masalan, yog'li hamda sersabzi. So'ngra Prenet bosiladi. Taom nomining ostida modifikatorlar nomi paydo bo'ldi. Endi esa uni saqlanib qilamiz. So'ngra dasturga boshqa ofitsiant sifatida kirib, boshqa stolda zakaz qabul qilamiz. Biz dasturga ikkinchi ofitsiant foydalanuvchisi bo'lib kirdik va bunda ko'rib turganingizdek, birinchi stolning rangi qizil rangda. Ya'ni bu stol ofitsiant bir tomonidan band qilingan. Biz bunga har qancha harakat qilsak ham kira olmaymiz. Ya'ni bunda bitta ofitsiant xizmat ko'rsatayotgan stolga boshqa ofitsiant kira olmaydi. Biz esa boshqa stolga kirib zakaz beramiz. Zakaz saqlanib qilingach, u bo'yicha chek sexdagi printerdan shu zahoti mana shu ko'rinishda chiqadi. Keyinchalik mijoz uni admin qilmoqchi bo'lsa, bu quyidagicha amalga oshiriladi hamda redaktor tugmasi bosiladi. Eslatib o'tamiz, zakazni admin qilish funksiyasi bizda ofitsiantlar uchun belgilanmagan va shu sababli ushbu oyna ochildi. Bu yerga esa shu funksiyadan kim foydalana olsa, uning PIN kodi kiritiladi. Masalan, menejerning PIN kodi. So'ngra shu zahoti admin qilingan zakaz bo'yicha chek ushbu ko'rinishda sexdagi printerdan chiqadi. Bundan tashqari, mijoz zakaz qabul qilib bo'lingandan so'ng undagi qaysidir taomning miqdorini o'zgartirmoqchi bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu yerda dastlab 2 ta tovuq kabob zakaz bergan bo'lsa, keyinroq buni 3 ta yoki 4 taga o'zgartirmoqchi bo'lishi mumkin. Va bunda yana kerakli taom belgilanadi hamda yana redaktor tugmasi bosiladi. Bu yerdan yana kerakli PIN kod kiritiladi. So'ngra bu yerdan kerakli miqdor kiritiladi. Saqlanib qilingach esa shu vaqtning o'zida dastlab eski zakaz admin qilinganligi bo'yicha, so'ng uning o'rniga kiritilgan yangi miqdordagi zakaz bo'yicha cheklar sexdagi printerdan chiqadi. Shuningdek, ushbu foydalanuvchi uchun ofitsiantni o'zgartirish, xizmat haqi uchun qo'shimcha to'lovni olib tashlash hamda stolni o'zgartirish bo'yicha ruxsatlar berilmagan. Agar zaruriyat paydo bo'lib, mana shu amallar bajarilishi kerak bo'lsa, shu ofitsiant mana shu ruxsatlar berilgan boshqa foydalanuvchiga, masalan, menejerga murojaat qilib, uning yordamida bularni amalga oshirishi mumkin. Va bunda yana menejerning PIN kodi kiritiladi. Mana zakaz boshqa stolga o'tkazildi. Bundan tashqari, oplata qilishdan oldin mijoz umumiy summa qancha bo'lganligini so'rashi mumkin va bunda prechek tugmasi bosilib, u uchun prechek chiqarib beriladi va u mana shu ko'rinishda bo'ladi. So'ngra kassir zakaz uchun qilinishi kerak bo'lgan oplatani JetCafe asosiy dasturi orqali amalga oshiradi. Hamda to'lov cheki mana shu ko'rinishda chiqadi. Shu tariqa JetCafe Offiziant dasturi orqali buyurtmalar bilan ko'proq ishlash mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.